İnson borki, o'tgan kunda eslamasdan iloji yo'q, obunachilar. Bu Mansurbek shogirdim. Bu men. Bu Abdumalik hoji, bu Dilmurodjon hoji. Bu Otabek akamiz. Bu Kumush. Otabek va Kumush bu qizlari. Ko'zlarini baylab qo'yganmiz. Dala chetidagi oila yosalaring videolari chiqadi. Bu ham bir davr bo'lgan. Ana onlarda, ana kunlarda inson sog'inadi o'tgan kunlarda. O'tgan kunlar hech qachon qaytmaydi. Bu Otabek akamiz ayollari olamdan ko'z yumdi, joylari jannatda bo'lsin. Bu oilaga biz yaxshi insonlar bilan birgalikda uy qurib berganmiz. Xo'p, bu esa kinopkalarim. YouTube'da kelgan kinopkalarimiz. Oxunov TV, Sirli vlog, Oxunov dakanlari. 3 ta kinopkam turibdi. O'sha 3 ta kinopkani obunachilar. Oxunov TVning tagiga uchalasini ham qilib qo'ymoqchiman. Nima deysizlar? Obunachilar. Shu bunday kirgan odamga ko'zga ko'rinadi, pasand turadi. Bu mana ofisimiz. Parda lavozimini yarim holatda ochib qo'yganman. Shu yorug' tushib turish uchun. Bu naryoqda tashakkurnomalar YouTube'dan bergan. Otimiz turibdi. Bu yerda mana soatimiz. Bu yerda men o'tiraman. Bu yerda sizlar o'tirasizlar, kelsalaring. Termizda choy. Bu yerda soch yiladigan. Bu yoqda televizor, kompyuter, kreslo, konditsioner. Tepa tomonda natijno obunachilar. Shinamgina, kichkinagina, undoqcha katta ham emas. Bitta tifal, choyni qo'yamiz, mehmon kelib qolsa, piyolani olamiz. O'zimiz choy ichgandek. Choy taqdim qilingan, gaplashib, mana shu dildan suhbatlashib o'tiradigan joy qilib qo'yganman. Bu fotoapparat. Mana shu Oxunov TV kanalida, Sirli vlog kanalida, ko'p kanallarimizda mana shu apparatimiz yoritib bergan. Birinchi qilgan ishlarimiz mana shu apparatda Abdumalik hoji shogirdimiz mana qo'lda o'sha kamera turibdi. Olgan. Bu eng aziz insonga joy namozimiz bu. Joy namoz bu ham. Yani suvenir narsalar. Dubay choyimiz. Mansurbek shogirdimiz olib bergan. Bu yerda 2021-yil berishgan padarka. Mana rasm turibdi. Bu ham ajoyib narsa mana. Tovoq. Esdalik uchun sovg'a deb yozilgan. Buni ham qayta ilishimiz kerak. Xo'p, sochlar yechamizda ishni boshlaymiz. Biz bilan qo'yinglar.